Yangi O'zbekiston milliy armiyasining zabardast mard o'g'lonlari, unutmang, sizlar mening izdoshlarim va davomchilarimsiz. Yurt uchun har qanday vaziyatda labbay deb javob beradigan qo'rqmas botirlarsiz. Sizlar g'oyalar bilan kurashib tog'larni titratadigan, dushmanga sel kabi urilib parchalaydigan, olovga otilib butun chiqadigan, quroldoshini har qanday vaziyatda ham tashlab ketmaydigan, so'nggi nafasida ham qo'lidan bayrog'ini yerga tashlamaydigan, dushmanga ko'z yoshini ko'rsatmaydigan, vatanini ota-onasini sevganday asrab avaylaydigan azamatli